Assalomu alaykum. Bugun biz marketing reja kitobini sharhlaymiz. Ichidagi batafsil har bitta ma'lumotni tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu zo'r kitob. Kichik va o'rta bizneslar uchun alam deb o'zi ham aytadi. O'zbekchasi bor mana. Marketingga butun boshli marketing rejani bitta varroyga sig'dirgan. Kitobning asosiy g'oyasi bu eng muhim joyi bu yerda marketing odam topish, ya'ni mijozni topish, ishonchga kirish, sotish. Katta va murakkab marketing reja shart emas, hammasi bir varaqqa sig'adi deydi Alan deb o'zi. Va o'zi mana shu butun kitobni o'qib chiqsangiz, bir varaqli marketing rejasi o'zi tayyor bo'ladi. Amaliy kitob polniy qadamma-qadam tushuntirib ketgan, qanaqa reja qilish kerakligini. O'sha baroraqqa 3 ta qismga bo'lgan. 3 ta ketgan. 3 tadan qadam bo'ladi. Har bitta qismda 3 tadan qadam bo'ladi. Kirish, o'rtasi va oxiri bo'ladi. Bu mijoz topish 3 ta qism, mijoz ishonchiga kirish 3 ta qism va mijozni doimiy mijozga aylantirish 3 ta qism batafsil qadamma-qadam bu yerda keltirilgan. Xo'p, birinchi qism mijoz topish. Odamlar sizni bilishingiz kerak deydi. Kimga sotayotganingizni, maqsadli mijozingizni aniqlashingiz kerak. Bu yerda birinchi o'rinda sizni maqsadli mijozingiz kim? Hammasi mijozingiz bo'la olmaydi. Buni hamma aytgan, ko'pchilik, yana aytaman. Ko'pchilik mana shu kitob, marketing kitoblari ham aytadi. Katta kompaniyalar ham hamma insonni bizlarning maqsadli mijozimiz demaydi. Men hammaga to'xtaman, bu eng katta xato. Eng to'g'risi uni o'zingiz mijozingizni topishingiz uchun uni yoshini, kattami, kichkinami, qanday muammosi bor u mijozni va nima istaydi u. Shuni aniqlab olishingiz kerak. Marketingdagi eng zo'r narsa bu batafsil o'rganib chiqish. Psixologiyasini o'rganib chiqish, nima xohlashini o'rganib chiqish. Ko'pchilik o'zi aniq bilmaydi, nima xohlayotganini savollar berib, testlar qilib bila olishingiz kerak. Hozir mediyada bu juda ham oson. So'rovnomada tashishadi. O'sha so'rovnomalarga, savollarga javob berib chiqishadi va hammasini bitta joyga yig'ib, mijozlarni xohishlari bilan tanishib, o'rganib, shundan kelib chiqib mahsulot yaratishadi. Amaliy misol uchun dizayn qilasiz. Kimlarga dizayn qilishingizni aniqlab olishingiz kerak. Segmentlashingiz kerak, ya'ni faqat blogerlarga dizayn qilaman degan nishangiz bo'lishi kerak, ya'ni nishalashish kerak. Buxgalter bo'lsangiz, faqat tadbirkorlarga yoki xususiy tadbirkorlarga yoki tadbirkorlarning ham turlari ko'p. Qurilish sohasidagi tadbirkorlarga xizmat ko'rsataman, faqat ta'lim sohasidagi tadbirkorlarga. Segmentlashib, chuqurlashib ketsangiz, mijozlaringiz ko'payib ketadi. YouTube misol uchun yangi boshlaganlarga. Xo'p, ikkinchisi bu ularga qanaqa e'tibor yetib boraman, to'g'rirog'i kanal. Odamlar qayerda yuradi, o'sha yerga bor. Misol uchun kanalda Instagram orqali hozir hamma qilayotgan uslublardan bittasi Instagram orqali topishingiz mumkin. Reels orqali videoni ham faqat ular biznesingizga mos qilib qilishingiz kerak. Reelslarni ham videoga mos qilib chiqarishingiz, shunda maqsadli auditoriya yig'iladi. Uni shaxsiy brend qilayotganlar ham aytadi. Yoki YouTube. Sizning mijozlaringiz ko'proq YouTube'da o'tirishi mumkin. Telegram yoki reklamalar saytlarga har xil. Og'izdan og'izga tavsiya orqali topishingiz mumkin. Bir vaqtida bitta ikkita kanal yetarli deydi o'zi Alan deb. Xo'p, uchinchisi nima deb chiqaryapman? Xabar tayyorlashingiz kerak. Ya'ni Reels'dagi videolar ma'lum bir mavzuga qaratilgan bo'lishi kerak, sizga biznesga qaratilgan bo'lishi kerak. Misol uchun odamga qichqiriq emas, uni qiziqtirib chaqirishingiz kerak. Ya'ni baqirib
borgani bilan qiziqmagan odam baribir kelmaydi. O'shaning uchun qiziqqan odamga to'g'ri yo'naltirganingiz yaxshi. Xabarni ham to'g'ri tayyorlab, menda eng yaxshi xizmat emas, sening muammoingni hal qilaman, qanaqadir konkretniy muammoni hal qilaman. Yoki misol uchun formula muammo, va'da, foyda. Muammoni topasiz, unga yechim berasiz, keyin foyda olasiz. Misol uchun bir oyda YouTube kanalingga birinchi 1000 obunachi chaqirib beraman. Muammo bor. Qanaqayam aniq bir vaqtdan bor, muayyan vaqt. Shu vaqt ichida chaqirib berasiz. Misol uchun endi ikkinchi qism ishonch qur deydi. Ya'ni klient topib bo'lganingizdan keyin odamlar seni yoqtirishi kerak deydi. Bepul foyda ber. Misol uchun bepul ma'lumot qanaqadir, bepul konsultatsiya bo'lishi mumkin. Oddiy qilib avval konfet ber, keyin o'yinchoq sot degandek gap bizda ham bo'ladi. Bepul narsalar, misol uchun chek-listlar mana Instagramda ko'p berishadi, kommentariyaga bir qoldiringman, sizga chek-list beraman. Qanaqadir kitob, mini dars, konsultatsiya, o'shalarni ko'rib sizni mutaxassisligingizga odamlar ishonadi. Men bu kitobni sharhlamayman, men marketolog emasman, shuni ham aytib o'tib ketayim. Prosta bir varaqli marketing reja kitobini sharhlab beryapman. O'zim o'qib, buni 2 marta o'qiganman. Ichidagi foydali ma'lumotlarni berib ketishga harakat qilyapman. 5-inchisi, ikkinchi bosqichdagi 5-inchisi bu bir marta gapirib ketib qolma. Do'stlash, ya'ni uzoq bitta mijoz ustida uzoq ishlash haqida gap ketib o'tdi. Yengil mijoz jalb qilgandan ko'ra bitta mijoz ushlab qo'ygan yaxshi deydi. Alandiq Telegram kanal, email, stories, foydali post, ko'p sotni ko'p o'rgat deydi. Ko'p eski mijozlaringizga o'zingiz haqida eslatib turishingizni aytadi. Sotish nima olayotganini aniq ayt. Bekitmasdan aniq aytishingiz kerak. Nima oladi, qanaqa natija oladi bu sizni mahsulotingizni sotyapsiz, qanaqa hissiyotda oladi, kafolat. Misol uchun 30 kunlik kurs, agar natija bo'lmasa pul qaytarib beriladi. Ya'ni kafolat muhim bo'ldi. Nimadir bo'lmasa, nimadir bo'lishi kerak. 3-qism yana savdo qildirish. Ya'ni va'da qildingmi, ortiqchasini ber. Va'dadan ham ko'prog'ini berishga harakat qilishingiz kerak. Odam hayron bo'lishi kerak. Xullas, mahsulot birinchi o'ylam avval mijozni o'rgat. Mahsulotdan oldin mijozni o'rganishingiz kerak, keyin u mijoz maqsadli mijozdan kelib chiqib mahsulot yaratishingiz kerak o'zi. Yoki taklif yaratishingiz kerak o'sha mahsulotingiz atrofida. Xullas, o'zingizlar o'qib ko'rishni tavsiya qilaman. Videomiz 8 daqiqadan oshib ketdi. Har kuni video chiqarish challenge ketadi. Shuning uchun buni balkim 2 qismga bo'larmiz. Yana keyingi qismda yana batafsil sharhlab berishga harakat qilaman.